Assalamu alaykum hörmətli televizor köküçülər. Uyğur televiziyasının gündəlik xəbərlərini görüşünlərni qarşı alırıq. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatındakı bəzi mütəxəssislər Xitayğa məktub yazıb, Xitayning Uyğurlar tutqan muameləsiga bo'lgan əndişlərini bildirgan. Türkiyədə turistlik ruxsatiga erişgan bəzi Uyğurlarning Avropa dövlətləriga qaçış səbəbi. Kanada Şərq Türkistan Cəmiyyəti 2 Cumhuriyet gününü xatırladı. İstanbulda bir Uyğur etib öldürüldü. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının bir qancha mutaxassislar guruhi yaqında Xitoy hökumətiga məktub yazıb, Uyğurlar tutqan muameləsiga aloqador bir qator masalalarga qarata əndişlərini ifadalagan. Məktubda Xitoyning g'oyib bo'lgan Uyğurlarning oqibati va Xitoyning terrorlik qarshi turish qonunining atalmış Uyğur avtonom rayonida ijro qilinish ahvoli qatorliq bir qator masalalarga tushuncha berish talab qilingan. Bu məktub Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı mutaxassislərinin yaqin bir yil ichida Xitoy hökumətiga yozgan Uyğurlar haqidagi ikkinchi maktubi bo'lib, o'tgan yil noyabr oyida birinchi maktubni yozib, bu masalaga tushuncha berishni talab qilgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy hökuməti ularning maktubiga hech qanday javob bermagan. Bu qitimqi maktubni Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı kishilik huquq kengashining majburiy g'oyib qilib etishlar xizmat guruhi, ma'rif huquq xizmat guruhi, fikr va ifoda erkinlik xizmat guruhi, osonlik millatlar ishlar xizmat guruhi qatorliq 10 xizmat guruhisidagi mutaxassislar yozgan. Maktubda Uyğurlarni g'oyib qilib etish masalasi haqida to'xtalib, qayta tarbiyalash o'rinlarining o'tirg'i chiqishi bilan kuchayishga boshlagan ko'p sondagi Uyğurlarning majburiy g'oyib bo'lishiga qarata andishlari, g'oyib bo'lganligi ilgari surilayotgan milliondak kishining qayerda ekanligi hozirgacha ma'lum emasligi, majburiy g'oyib qilib etish oila a'zolarining iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat haqlariga, jumladan ayollarga ajallik ta'sir qilmishlari tafsili so'zlangan. Maktubda yana Xitoy terrorlik qarshi turish qonuni va uning Sharq Turkistonda ijro qilinish ahvoli haqida to'xtalib, qonunsiz tutqun qilish, Uyg'ur kimligini jinoyatlashtirish va zo'ravonlik tusidagi nazorat tadbirlariga qarata andishlarini ifodalab, Xitoy hukumatining atalmış terrorlik qarshi turish qonunini Sharq Turkistonda qanday ijro qilayotganligi, shaxslarning biometrik uchurini qo'g'dashga qanday kafolatli qilayotganligi qatorliq 11 xil savolga javob berish talab qilingan. Ma'lum bo'lgandek, Turkiya Qozog'istondan qasila Uyg'ur muhojirlar eng ko'p o'ltiraqlashgan davlat hisoblanadi. Turkiya Ichki ishlar ministri Sulaymon Soyluning bayonotiga asoslanganda, hozir Turkiyada iqomat bilan turayotgan Uyg'urlarning soni 20 ming atrofida ekan. Undaqda Turkiyada turish ruxsatiga erishgan ba'zi Uyg'urlar nima sabablardan Yevropa davlatlariga ketishga urinadi? Ilgari 1 yil Turkiyada turib, keyin Germaniyaga ketgan To'xtiro'zi Obulqosim apandi Uyg'urlarning Turkiyani tashlab Yevropa davlatlariga ketishilik sabablari haqida to'xtalib, Turkiyaning ishlash ruxsati bermayotganligi, Turkiyadagi ishsizlik va turmushning qiyin bo'lishi, Turkiyada Uyg'urlarning nüfusining ko'payishiga ergishib, Uyg'urlarning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy masalalari kun sayin ko'paymoqda. Turkiyadagi Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlari, bo'libmi Istanbuldagi Sharq Turkiston ma'arif va hamkorlik tashkilotining raisi Hidayatullah O'g'izxon apandi yaqinda Turkiyadan Yevropa davlatlariga qaytish yo'lida dengizda g'arq bo'lgan har qaysi davlatlar tutilib, Xitoy qaytarilish xavfiga uchrayotgan Uyg'urlarning borligini o'tirib qo'ygan. Hamda Turkiyaning keyingi 7-8 yil ichida 25 ming Uyg'urni qabul qilganligini, buning 95%ga uzun muddatli iqomat berganligini ta'kidlagan. Turkiya ishsizlik nisbati eng yuqori davlatlarning biri bo'lib, o'tgan oy davlat e'lon qilgan statistikalarga asoslanganda, Turkiyadagi ishsizlarning soni 14 million 500 ming atrofida bo'lib, har 4 yoshdan birisi ishsiz ekan. Hidayatullah O'g'izxon apandi Uyg'urlar ichidagi ishsizlikning bakli og'ir ekanligini, 25 ming Uyg'ur ichida 4-500 Uyg'urning xizmat borligini bayon qilgan. Egilinishcha yaqinda bu yan ba'zi Uyg'urlar Yevropaga qochish menish jarayoni tutilib qilib, Turkiyaga qaytarilgan. Yana ba'zi Uyg'urlar tutib qilingan davlatlarda davomli tutib turilmoqda. 2019-yilda ko'p sonli Uyg'urlar Yevropa davlatlariga qochish o'ringan bo'lsa-mu, ammo osondagilar nishon qilgan davlatlarga bora olgan. Ko'p qismi yarim yo'llarda tutilib, Turkiyaga qaytarib etilgan. Doktor Erkin Akram apandi Turkiyaga qaytarilgan Uyg'urlarning kimligiga Turkiyaning belgi urib qo'ydiganligini, buning bilan Turkiyaning ularga bo'lgan ishonchini yo'qladiganligini, har bir Uyg'urning astoydil o'ylanish kerakligini eskartib o'tgan. 10 noyabr Kanada Sharq Turkiston Cəmiyyəti Kanadaning Torontodagi Uyg'ur masjidida tarixda qurilgan 2 qatimliq Cumhuriyetni xotirlash faoliyati olib bordi. Faoliyatda Kanada Sharq Turkiston Cəmiyyətining bosh raisi To'yg'un Abduvali 2 Cumhuriyetning qurilishi va yiqilish sabablari haqida doklad berdi. Shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyi ko'chmanlar bo'limi mas'uli Mehmet To'xti qanday qilganda 3-chi Cumhuriyetimizni qurib chiqa olamiz demisida doklad berdi. Va Ibrohim Domullam 2 Cumhuriyet qurish jarayonidagi shahidlarimizga va bugungacha Sharq Turkistonning ozodlik uchun shahid bo'lgan qurbonlarimizga duo tilovat qildi. Shuning bilan bir vaqtda Toronto Anatoliya Islom markazida Kanada Türk jamiyatining va Kanadadagi Türk musulmon masjidlarining Türk konsuli bilan birlikda o'rlashtirishi bilan Mavlud qandili kechasi olib berildi. Faoliyatga Türk bosh konsuli va Ozarbayjon konsullari qatorliq 600 ga yaqin kishi qatnashdi. Faoliyatga taklif bilan qatnashib so'z qilgan Kanada Sharq Turkiston birlashmasining bosh kotibi E'tibor Artish, vatanimiz Sharq Turkistonda bo'layotgan irqiy qirg'inchiliklar, madaniy qirg'inchiliklar va Uyg'ur musulmonlarga olib berilayotgan vahshiyona zulmlarni anglatdi. Kanada Sharq Turkiston jamiyatining muavin raisi Akram Seyit va bosh kotib E'tibor Artish xonim qatnashuvchilarga Sharq Turkistonning hozirgi ahvolini ayrim-ayrim tushuntirib o'tdi.
Shundaqla Kanada Toronto shahridagi Turkiya bosh konsuli Sinem Mingan xonim bilan ayrim ko'rishib Sharq Turkiston masalasini tafsili bayon qildi. İstanbul Fatihning Chop rayonidagi bir mehmonxonaning choyxonasida bir kishi o'q etilib yaralandirilgandan keyin doktorxonaga ilib berildi. Yaralanguvchi Uyg'ur bo'lib, ismi Erkin Samat ekan. Voqea 10 noyabr kech soat 8dan 40 atrofida Millat ko'chasiga silingan bir mehmonxonaning choyxonasida yuz bergan bo'lib, choyxonada choy ichib o'tirgan Erkin Samatga biri tuyuqsiz o'q etib yaralandirgan. Ko'plagan soqchilar va jiddiy qutqizish xodimlari darrov doktorxonaga olib borgan bo'lsa-mu, qutqizish unum bermay hayotidan ayrilgan. Soqchilarning dastlabki qadamni tekshirib aniqlashidan ma'lum bo'lishicha, Erkin Samatning tamojna xodimi bo'lib ishlaganligi, yaqinda moddiy qiyinchilik duch kelganligi va o'limining sababi qarz so'yliguvchilar bo'lishi mumkin ekanligini aytdi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.